Darsda boshlaymizmi bolalar? Hamma tayyormi? Voy, bu buncha ajoyib. Ishtaham ochilib ketdi. Qishloq nonimi? Qaymoq, mevalar. Bular qayerdan keldi, Adolatxon? Qishloqdan buvim keldilar-ku. Sen maktabda eding. Rostdanmi? Qanday yaxshi. Buvimni juda ham sog'ingandim. Men ham. Bilasanmi, Odilbek? Buvim har doim qishloqning nafasini olib kelgandek bo'ladilar. Ular keltirgan olmalarni yesam, xuddi qishloqda daraxtdan uzib yegandek bo'laman. Men esa ko'cha changitib, do'stlarim bilan o'ynaganim esimga tushadi. Charchab uyga kirib, tandir boshida buvim yopgan issiqqina nonlardan yeb ham olardim. Oh. Mittivoy, kelasi safar seni ham qishloqqa olib boramiz. Ha, albatta olib boramiz. Do'stlar, yurtimizda qishloq, tumanlar ko'p. Ularni ko'pchiligingiz bilasiz. Yozgi ta'tilda qishloqqa borib mazza qilib o'ynab, dam olib ham kelasiz-a? Bugungi mavzuyimiz aynan O'zbekistonning ma'muriy hududiy tuzilishi haqida. O'zbekiston hududini qanday tasavvur qilasiz? Mittivoy, O'zbekiston xaritasini sen ham bilarkansan-a? Lekin unga qaysi hududlar kirishini ham bilishimiz kerak. Konstitutsiyamizning 4-bo'limi O'zbekiston Respublikasining ma'muriy hududiy va davlat tuzilishiga bag'ishlangan. O'zbekiston Respublikasi viloyatlar, tumanlar, shaharlar, shaharchalar, qishloqlar, ovullar, shuningdek, Qoraqalpog'iston Respublikasidan iborat. Avval aytganimizdek, poytaxt Toshkent shahri. Bilasizlarmi? Qoraqalpog'iston Respublikasi viloyatlar, Toshkent shahrining chegaralarini o'zgartirish, shuningdek viloyatlar, shaharlar, tumanlar tashkil qilish va ularni tugatish Oliy Majlisning roziligi bilan amalga oshiriladi. Shu bilan birga, Qoraqalpog'iston Respublikasining hududi va chegaralari uning roziligisiz o'zgartirilishi mumkin emas. Qoraqalpog'iston Respublikasi o'z ma'muriy hududiy tuzilishi masalalarini mustaqil hal qiladi. Demak, qaysidir hududlar o'zgarsa, yangi tuman, shaharlar tashkil qilinsa, avvalo qonun chiqaruvchi hokimiyatning undagi deputatlarining fikrlari, roziligi hisobga olinar ekan. Chunki ular hududlarning o'zgarishi to'g'ri yoki noto'g'riligini, natijasi qanday bo'lishini o'ylab ko'rib muhokama qilishadi. O'zbekistonda 12 ta viloyat bor. Buni bilsangiz kerak. Ularning har birida 10 dan ortiq tumanlar, shaharchalar va ko'plab qishloq, ovullar bor. Samarqand, Buxoro, Xiva shaharlari ko'hna obidalari bilan dunyoga mashhur. Qashqadaryo tandir kabobi bilan, Surxondaryo qadimiy milliy an'analari bilan, go'zal vodiyimiz Farg'ona, Namangan, Andijon betakror san'ati, madaniyati bilan nom qozongan. Marg'ilon atlaslari, Chust do'ppilari, Urgut gilamlari, Parkent uzumlari yu Qo'qon patirlari, Oltiariqning bodringlaridan tortib Xorazm qovullarigacha. Bay. O'ylasam, yurtimizning har bir hududi o'ziga xos va ajoyib ekan. To'g'ri aytasan, Adolatxon. Ishtahani ham ochvardik. Hozir dars qolib, mana bu noz-ne'matlarni yeyishga tushib ketmasak bo'ldi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Qizilqum cho'lining shimoliy g'arbida joylashgan. Orol dengizi haqida ko'p eshitgandirsiz. U yerda suv kamayib bormoqda. Ekologiyamiz uchun Orol dengizini asrash juda ham muhim. Orol dengizining janubiy qismi aynan Qoraqalpog'iston hududida. Orol dengizining qurigan hududlarida hozir daraxtlar ekilyapti. Chunki u yerdan havoga ko'tarilgan tuz va chang odamlar salomatligiga zararli bo'lishi mumkin. Qoraqalpog'istonda 2 milliondan ko'p mehnatkash aholi yashaydi. 16 ta tuman va 12 ta shahari bor. Milliy kuy qo'shiqlari, an'analari va milliy liboslari esa juda ham ajoyib. Qoraqalpog'iston Respublikasi O'zbekiston tarkibiga kiradi. Uning suverenitetini esa O'zbekiston himoya qiladi. Ha, Mittivoy, bu o'sha biz oldin gaplashgan suverenitet. Qoraqalpog'istonning o'z konstitutsiyasi ham bor. Lekin u O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasiga zid bo'lishi mumkin emas va O'zbekiston qonunlari Qoraqalpog'iston hududida ham majburiydir. Do'stlar, bugungi mavzu foydali bo'ldimi? O'zingiz uchun muhim joylarini belgilab oling. Biz endi Mittivoy bilan shug'ullanmasak bo'lmaydi. Keyin uyga borib, buvim bilan ko'rishishga juda oshiqib ketyapman. Ko'rishguncha do'stlar. Ko'rishguncha.